Aka! Munisipal Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itarganimdan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinangni itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalani xizmat bo'lsa telefon qilaverasiz deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi, Telegramdan yumaloq video tashlab yubor Shomurod deb. Ha, bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urding-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'nadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. 100 ga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtida qaytmaysan, jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon? Egan berdik, devoy. Voy akajon, men hozir bandman. O'lsin, siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin, seryozni bo'lmasin unaqa. Aka, sal kulib jo'natsan, uncha seriozmisan? Bo'pti, xo'p. Nima baqvon? Xayringdan yuvding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan qarorchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilayni. Munisa Rizayevani mashinasining orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. Aka, hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotka qilib qo'shiq aytib bergin. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka! Sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 shoning boriga baraka. Oğlum nima deb jatdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona! Sizga bay bo'pti paka. Munisa Rizayevani mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kalbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yo kutishday keldilar-da. Mashinamni itarib boring dedilar.